Altın Keş Abdoli Halide İsrail Roman Asım Töt 13. bab Yandan kötürüşke başlagan Koyaş Şarkı taraftaki tamның köp kısmını egellagan çoğun aynak daresini oltun yaltılgandek canlandırıp etken edi. Uçuq durğanın közdektin saharның salqın havası g'uruldab kirib canlarını yayrtardı. Yo'q bulutlar laylab yurgan sahar osmoni shunchalik suzuk, shunchalik tinish edi. Men o'rnimdan turib etib, ish kiyim bilan yotgan ayolimning ustiga aryal yepib qo'ydim. Bu Urumchining ahvos edi. Kecha bir vaqtlargacha uyan o'rilib, uxlay olmaganimga qaramay, kallam uchuq, kayfiyatim xilli yaxshi qo'ygan edim. Bu kecha ko'rgan xayrli tushimning ta'siridan bo'lsa kerak. Men apamni pokiz, uzun oq ko'ylak kiygan, ko'ngligining orqasida uzun ikki o'rimchichi silinib turgan holat ko'rdim. Apam o'yladiki yostiq o'choqda choy qaynatib meni ko'rib, "O'g'lim, chiyim bak qaymoqliq bo'ldi. Bir piyola ichib ol" deb menga bir piyola atgan choy sundi. Apamning chiroyi shunchalik ochiq, xo'shal ko'rinadi. Ko'nglimda apam bak yashirib, jonlanib ketibdi. Uni endi sovetga chiqizmayman deb o'yladim. Uyqumdan ushdim, uyg'onib, o'zimni qo'ljidagi ko'ni uyimizda yozliq oshxona emas, balki Urumchining sharqiy-janub qismiga joylashgan ko'p qavatli binoning 17-qavatidagi uyimizni ko'rib, ko'zimni yana yumib oldim. Shuni davomlashtirishni, qayta ko'rishni shunchalik orzu qilatdim. Apamni rostida ko'rganda ko'nglimda iytiqsiz xo'shallik qaynab turardi. Attigalik choy vaqtida ayolim menga andishli qarab, "Yaqindan beri uyqungiz toza yaxshi bo'lmayotdi-ku" deyman. "Oqshom xeyli vaqtlargacha uxlamadingiz. Attigandimi bak boldir turib ketdingiz. Bizning bu ishimizda uyquga sal qarag'il bo'lmaydi" deydingiz-ku siz. "Doktorga ko'rinib boqamsiz ya" dedi. "Hojati yo'q" deb qo'limni bo'shli silkib qo'ydim. Saharda opamni chop qopdiman. Shundoq ochiq, xudrasdekla. Halim xuddi ko'nglimdagini bilib olgandek. Cho'nglarga atab yog' puritib, Qur'on o'qitib qo'ysak bo'ladi. Biz ularni unutmagandek, ularmi bizni unutib qolmaydi. Tushimizda doim bizni yo'qlab turadi" dedi. Orqadan yana, "Opangiz u yoqdan nechinchi yillari qaytib kelgan?" deb so'radi. 1984-yili biz chaqirtgan Eli vaqasidan chiqib ketganlarning ko'pinchisi keyin qaytib ketimiz deb talab qilishgan ekan. Lekin hukumatimiz rad qilganlikdan qaytib kelolmadi. Ammo opam shu kelgancha vatanda mangulik turib qoldi. Halima xiyol surib jimjit o'tirib ketdi. Bu so'zlar atdigandila uning qalb yarasini qo'zg'ab qo'ygandek qiladi. Uning o'ziga tushliq o'tmishi, baxt va baxtsizliklar bor edi. Uni xiyoldan chalg'itish uchun piyoladagi choyni ichib etib, o'rnidan turib, sirtqa chiqmoqchi ekanligimni bildirib, "Tushda nima edsiz? Eshik oldidan biror narsa olg'ach kiraymi?" dedim. U og'zidagi choyni yutib etishga ulgurmay, "Hojat yo'q" degan ma'noda beshini chayqadi va o'rnidan qo'yib eshik tubida orqamda ustib qo'ydi. Bino atrofidagi gullikda cho'ng yoshli bir necha ayol namirlariga qarg'ash paranglashib o'tirishyapti. Ularning ichidagi egiz bo'y, bug'doy o'nkalgan birsini opam o'xshatdim. Uni har ko'rsam ko'nglim ilib qiladi. Opam chatalga chiqib ketadigan chog'da dal mushu ayoldek yoshli edi. Bugun u ushoq gullik tegi oq ko'nglik kiyib olgan edi. Ular bilan salomlashib etib, ixtiyorsiz uning ko'ngligiga diqqat qilib qaradim. Ular ayolimni so'radi. Men ularning salomatligi, erlari va bola chaqalarini so'rdim. Ulardan ayrilib, va'dalik tumur darvozasidan chiqib, turli turmush lozimatlari, ko'ktat, yal yemish va meva-chevar yaymalari bilan avatlashib turadigan yan ko'chani besib turib, cho'ng yo'lga chiqdim. Yo'lning nerisida cho'ng masjidmi, oshxona restoranlarmi, xalqaro qavoqxona, mehmonxonalarmi, talla bozorlarim bor edi.
Yaqında bularning qatoriga o'zgacha uslubda besalgan turkcha tomoqxona, kiyim-kechak do'konlarimi qo'shilib, bu yerdagi yangi manzara bo'lib qolgan edi. Ko'chaning do'qmushidagi satrashxonaning oldida men dematlik bir necha er kishi paranglashib o'tiradi. Men shular tarafga qarab mangdim. Ular mushu atrofdagi ko'chalarda, qo'roqlarda o'tiradigan har xil o'rindan pensiyaga chiqqan bo'g'aylar edi. Ular hukumat tarafdan xabarlaridan emas, xalq ichidagi gap so'zlardan xabardor kishilar edi. Alayda yeri ularning paloni ko'chani chaqirgan, shahar ichidagi asosli cho'ng idoralarni shahar sirtiga yo'tkaydigan, paloni ko'chada ishkirdan kelgan cho'ng lavbanlar xalqaro sud shahar siyosaydigan, avtonomga yoki markazga palonchilar o'stirilgan, po'kunchilar tushirib etilgan degandek gaplari 1-2 yilga qolmayla reallikqa aylanadi. Demisimi Urumchi kun sari o'zgarmoqda edi. Chaqalayotgan, silinayotgan imoratlarning ko'pligi, o'zgarish sur'atining tezligi boshni qaytargudek daraja edi. Bu ila taraqqiyotning gapini qilishib bo'lib, yana ilgirki Urumchi yaxshi edi. Odam oz, tinch, hamma odam bir-birini taniydi. Odamlarda insof, muhabbat bor edi, deyishatdi. Bugun ular bir necha yilga qolmay Urumchi yer osti temir yo'l yasaldiganligi, uning bekiti qayerda bo'lganligi to'g'risidagi parangga tushib ketishgan edi. Turqi chiroydan turban taraflardan yangi chiqqanligi bilinib turadigan o'tir yoshlik oqsiriq bir odam. Bah, yer osti temir yo'li deb qo'ying. Shaharning tegiga shahar qurildigandimi qat ish ekan-ku bu. Qanchalik pul ketar bu ishqa? Yerni teshib shuncha yo'g'on poyezd mangdirsa, shahar tavrab ketar ha? dedi. Deb kirishib qolgan edi. Satrash yigit eshikdan peshin chiqarib, navbat kelganligini aytib, uni chaqirib akirib ketgandimi, toki uni o'rindiqda o'ldirg'izib, yuziga maqsab surtkili turgandimi, to'xtamay shu gapni takrorlayverdi. Samat ismli bir birodar ilgarigi vaqtlarda Urumchida egiz imoratlarning yo'q deyarlik ekanligi, Do'nko'vrikdan 3 tashqicha oraliqqa yo'lning ikki chetida Uyg'ur, o'zbek tatarlarning uylari bor ekanligi, yo'l bo'yidagi qarayog'ash, akasiya va teraklarning orasida ko'rinib turadigan havorang sirlangan darislardan akordeon, dudlar tambur ovoz anglab turadiganligi, erlarning kostyum brulka yoki gimnastyurka kiyib, ayollarning sochlarini bantiklab, rengarang moda ko'ylaklarni kiyib, nahayatda madaniy yasinib turadiganligi, u chaqdagi qizlarning naqadar adab axloqliq va chiroyli ekanligini so'zlab kelib, hozir qiz cho'qalarning kiyinish, yurish-turish gap so'zsiz emas, chiroyida o'zgarib ketayotganligi ustida to'xtalayotganda rayonlik xalq hukumatining pensiyaga chiqqan yashanqan bir birodarimiz: "Hay, Samtaxun, hozirgi qiz cho'qallarimizmi qilishmaydi? Bular degan qo'shtilliq. Eliq nimadi? Kompyuterning oldida kunlab o'ltirdi. Sizlar bilan bizni ko'rsa ko'zga ilmaydi deyman", deb xirildab kuldi. U chog'larda ajab odamlar bor edi. Shaharga yarashadigan mening mushu Iminov polkovnikka havasim keladi. Asl jangchi bo'lg'ach, qaddini tik tutib, haybat mang'atdi. Qash degan qap-qara, shunda qarasli bir suri bor. Ko'chada mangsa uchirg'alli odam salom qiladi. O'zim salomni bak ilik oladi. Rahmatlik. Qassob navoiylar bilanmi og'indorchiligi bor edi. Bir qassob odam bo'ladigan, uni ko'rsizlar, "Ha, polkovnik, daryodan o'tib ketayli" desak, uni mig'an silamasmi? deb tushadi. Ikkisi kulishib, bir g'azab paranglashib ketadi. Ko'chaning yana bir tarafidan Sopaxun polkovnik chiqib keladi. U no'ch odam edi. Ibrohim turdi. Achchiq degan yet kuchi bor. Gapi bak tuz, ko'ngli bak yaxshi edi-da. Ajab odamlarimiz bor edi. Bir-birlab ketib qoldi. Ko'chada mig'ildab ketayotgan odamlarni ko'rsan-nu, undaqlarni topolmaysan. U chaqlardagi eshik derazasimi, to'risimi, egiz, zoldek yo'g'an uylar hozirmi yo'q. U uylarda yashagan beli baqloqliq polvon sifat odamlar hozir yo'q. Mamuq chapallarni kiyib, buning ko'ziga qarab yurgan
erkeklerge qarasang, ko'ngling buziladi. Semtaxun, bugun qaynab qaptılığı. Bu jahonning ishlari shundoq. Ayning 15 oyding 15 qarang'u. Bugun bar odam at yo'q. Shun xo'shal yuraylik. Qanchalik yashaydiq bu dunyoda. To'g'ri deydilar, rost shundoq. Deb shaharlik hukumatdan pensiyaga chiqqan bug'doy o'ng uzun burun odam gap boshlab qoldi. Shaharlik hukumatda ishlab yurgan chog'larimda hozirgi Qiziltog'dagi cho'ng ko'rikning yonida yop-yeshil daraxt, o't cho'p bilan qoplangan tog' bor edi. U tog' hozirmi bor? Ammo kichiklab ketdi. Shu tog'ga yondab silingan eshik derazalari yerdan oralla ko'tarilib turgandek ko'rindigan bir necha egizlik kichik uy bo'ladigan. Shu uyda bir-biriga o'xshab ketadigan bir jup ayol yashaydi. Ularning bolalari xuddi ota-onasini kichkiltib yasab qo'ygandek hammasi qizg'u seriq chosh, yeshil ko'z edi. Men avtobus bilan ishga kelgan yoki uyga qaytish uchun avtobus saqlab turgan chig'imda dadaning bolalarini agashtirib daraxtning ichida bir ishlarni qilayotganligini ko'ratdim. Qish kunlari ularning uyi qor ostida qolatdi. U chaqlarda qor baq qalin yog'atdi. Atdiganda qizil chashtada o'ziga o'xshash qizil chashliq o'g'illar bilan o'g'ziga qor ko'raydi. Uyning atrofidagi qorlarni tozalab, cho'ng yo'lga tutishadigan tarig'ini yo'l ochadi. Jingalak chashliq bolalar oshu yo'llarda menib, asta-asta cho'ng bo'ldi. Keyin ular uy atrofida ancha ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Uyda boy bilan mo'may yolg'iz qolgan edi. Ularning uyi bargan sari o'ldirishib ketayotgandek ko'rinadi. Avtobus bekiti ularning uyining yendili bo'lganlikdan men bara-bara ular bilan tanishib qolgan edim. Ularning asli Qashqarlik kishilar ekanligini, cho'ng bovusdan tortib mushu uyda yashab kelayotganligini bilatdim. 1980-yillarning oxirida deyman. Bir yillik xizmat bilan Urumchidan ayrildim. Qaytib kelib ishga tushgan kunim tog'ning varaklanib to'mir ishkiga qo'lib silinganligini, yeliq kishilarning uyi o'rinda yumaloq 2 qavatlik aynak uy qad ko'targanligini ko'rdim. Ularning nima ketganligini atrofdagi qo'shnilardan qurilish qilayotganlardan surishtirdim. Hech kim bilmaydi ekan. Men shuningdan keyin u oiladagi kishilarning birarsini uchirtib boqmadim. Ammo hozirgacha shu tarafga o'tsam, shu kishilarni o'ylayman. Agar men shahar boshlig'i bo'lib qolgan bo'lsam, u toqqa shu bir oila kishilarning haykalini qotirib qo'ygan bo'lardim. Ular cho'qim sayohatchilarni jalb qila oladi. Shunga sizga shahar boshlig'ini bermaganda, eshakka mungiz bermaganda. Bu oylar har xil ovozda birpas kulki chaqchaq qilishdi. Kulki ovozini anglab bekor bo'lib qolgan satarash yigitmi eshik oldiga chiqdi. Samar bir latib etib edi. Yana kulki ko'tarildi. Parang qizib odam ko'paygili turdi. Chas soqol oldirg'iday xolti ko'chadagi kichik do'konlardan uni buni setib olg'ili kelganlarmi bu yerda birpas to'xtab gap so'zlardan o'zir elishadi. Boldir kelganlar bekorlagan o'rinni yeng kelganlar egallaydi. Men soatga qarab ittik o'rnimdan turdim. Tush bo'lib qolgan edi. Uy tarafga qarab ketayotganimda bay anglagan so'zlarning hayotinini ko'ksimda davolg'ib turganligini es qildim. Demisimi Urumchi bizning yoshlik bahorimiz, hayotimiz bilan tam o'zgardi. U avlodlarmi kishilarning qurilishi, yengilishi bilan bargan sari zo'raydi, qudrat topdi. Ammo inson bo'lgan biz aksincha qiyirib, ozizlashga boshladik. Yoshlik vaqtlarimiz qolgan shahar bizga notanish bo'lib qoldi. 17-qavatga chiqishimga koridorni qoplagan maslik pulu edi, burnim o'rildi. Demak, Halima pulu etibdi. Halimaning tomoq o'rimlarida boshqalarninkiga o'xshamaydigan bir puroq bor edi. Dadasining kichik qolgan 5 bolani o'z yolg'iz cho'ng qilib qatorga qo'shgan bu ayol hayotga jon va teni bilan mahkam yepishib, hamma ishda o'ziga xos alohidlik puroq shakllantirgan. Bu puroqning tortish kuchiga taqobil turish bakdas. Men uni tushungan sari uningga qoyilligim oshgan sari ko'nglimda belar
bilinmez xavfsirashning paydo bo'layotganligini sezaman. U bak aqlli ayol. Tushdan keyin Halima do'stinikiga choyga ketdi. Har kundagidek bir pas uxladim. Asli qolmaydigan tumandek g'uva, g'odirmash ham andishli tushlarning ta'siri bilan uyg'onib soatga qarasam aram bir soat uxlabdiman. Kallam garang bir holda karvatda bir pas o'tirdim. Atigin ko'rgan xayrli tushimni, eshik oldida onamga o'xshaydigan ayolni ko'rib xushal bo'lganimni, keyin do'qmush paranglarini anglab hayajonlanib qolganligimni o'yladim. Ashu yillarni yelmi pat-pat tushimga kirib turadigan u ishlardan unutish mumkinmi? Ashu yillardan bu aylar aslab o'tgan yo'llarda ketayotgan kishilar ichida men bor edim. Dadamdan qolgan shim kostyumni dasmollab qatirib kiyib yuratdim. Dolqunsimon quyuq qop-qora sochlarim yarashib turardi. O'zim muhabbatlarda sarang bo'lay degan edim. Demokratiya yo'lidan g'olibiyat yo'lig'ichi bo'lgan orliqda mukkadak qatnab yuratdim. Har kuni Ominaning yotqini yo'qlaydim. Ayni vaqtda ikkimiz birga chiqib ketmoqchi, u yoqqa o'tib tepishmoqchi bo'lgan edik. Ammo men chiqib ketolmadim. Ominaning rostla chiqib ketmaganligidimmi xabar topolmadim. Birer oylargacha uning ushtumda oldimda paydo bo'lib qilishni yoki yotqining eshigini cheksam, "Qaram, men sizning ketmaydiganligingizni bilib qolib qolgan edim" deb kulib, oldimga chiqishini shunchalik orzu qilib yurdim. Shu kunlarda men ilgirki umidlik, istiqbolli yoshdan vatanga osiylik qilguvchi, chet eliga bog'langan gumonli unsurga aylanib qolgan edim. Bo'lim mas'ullik vazifam qoldirib etilib, oldimdagi ustidan ko'rishimni kutib, dövünüp turadigan maqollar elib ketildi. Men bilan hech kimning kori yo'q. Hech kim menga bir eg'iz gap qilmaydi. Atidim kechgacha o'zim bilan o'zim xiyolimda paranglashib o'tiraman. Ishqa chiqaman, ishdan tushaman. Tamoq yeyman, uxlayman. Buning hammasi ashu bir eg'iz gap uchun. Opam oldida farzandlik burchimni ado qilmoqchi bo'lganligim uchun. Men vatanimni so'yman. Vaqti kelsa vatanning 650 million farzandi qatorida jinni qurbon qilishga tayyorman. Ammo meni tug'ib cho'ng qilgan opam hozir menga muhtoj. Men uni rozi qilishim kerak. Onani rozi qilmagan o'g'il vatanni qanday rozi qila olsin deganligim uchun shunday bo'ldi. Opam, adalarim, men va bizga o'xshash talay kishi keyingi ishlarning taraqqiyotini, chegirning taqilib, ikki davlat munosabatining shu qadar yomonlashib ketishini qat'iy tasavvur qila olmaydik. Muğlangan, zeriken vaqtlarimda men yana Aminaning yotqiga baratdim. Yotqi har doimgidek itiklik turardi. Atrofdagilardan so'rashdan ehtiyot qilib, keynimga o'rilib qaytib kelatdim. Agar chiqib ketmagan bo'lsa, Allah burun qaytib kelganligini bilib tursammi, o'zimni qo'llab yuratdim. Bir kuni 1-iyul to'qimchilik fabrikasida ishlaydigan Samat kelib qoldi. Uning aytib berishicha, Amina meni qo'lchida birer haftadak saqlab, orqamdan kelib qolar deb tuqqanlari bilan billa chegaradan o'tib ketibdi. U mening ahvolimni bilmaydi ekan. Menga shundoq tartishgan ekan. Samatdim u gapni anglab, ko'z oldim texim qaranglashgandek bo'ldi. Gerçi allaqachon faraz qilib bo'lgan bo'lsammi, yaxshi ko'rgan qizimdan haqiqiy ayrilib qolganligimni bilganda, o'zimni bu dunyoda shunchalik herib yakkiga sezdim. Samatning bu yil kuzda to'y qilishga tutishib qo'ygan qizimi chiqib ketgan ekan. Samat ikimiz shu oqshimi aroqni bo'lishi ichdik. Yig'ladik, naqsh etdik. Yana nimishlarni qildik keyin, faqat to'y qilganda ishiltiman deb elib qo'ygan qochquchilarni chiqib etganligim esimda. Atsi tushga yaqin uyg'onsam, Samat ketib qopti. Yotoqning qarshi tarafidan yangi bir karvat paydo bo'lib qopti. Karvatda siliqliq adiyal ustiga yotgan ko'rpalar ratli yig'ib qo'yilibdi. Oqshomgi china, botilka, sunuqlari eshik orqasidagi axlatchiligiga turdi. Qallamning og'rig'ida ortiq o'ylash xo'sh yoqmay, yuzimni yuyib chiqib ketdim. Kechga kelsam, karvatda bir odam tom tarafga qarab uxlayotdi. Bu kim bo'ldi amdi deb uning sus xo'rikiga agishib, bilinar bilinmas medirqib turadigan qizg'ish quloqiga qarab birpas o'ltirdim. Turqidan 30 yoshli odamdagi chiqib turardi. Chiroq yo'rqida sarg'ish qisqa sochlari oltindek parqirab ko'rinardi. O'rnimdan turib axlatchiligidagi axlatlarni to'kib
kirdim. Soğuğanada yüz gözümni, potlarımni yuyup bulup, kirip uxlash üçün yattım. Uyan öğürülüp, buyan öğürülüp, yetip, saharga yaqin qattiq uxlab ketibdiman. O'rnimdan tursam, yataqdishim yana ko'rinmaydi. O'zimni qayirib qo'yib, ajab odamgina bu, yataqda o'ltirmaydigan deb xo'dingishib qo'yib chiqib ketdim. Tushda tomoqni sirtin yeb, kechda boldiroq ishdan tushib, Samatning yeniga ketdim. U kechalik ismini ishlagashga tiq uxlayotgan ekan. Meni ko'rib o'rnidan turdi. Men alg'ash kelgan ikki qo'noq mo'misni taqsiga qo'ydim. U qattiq qo'riq nonlarini oldi. Qo'rliq qolgan ko'k mo'sh bilan pomidorni inchik to'g'rab, ustiga ochiq suv qo'yib elib keldi. Karvatning ostidan qachondir ishib qolgan yarim botilka aroqni chiqardi. Nayda mazza qilib g'izolandik. Orqadan yana ichishni boshladik. Samat yangi yotoq dishimni so'rdi. Tegi chiroyini ko'rib baxmadim desam kulib ketdi. Uning deb berishicha shu kuni tongsaarda eshik chekilib yotoqqa bir necha odam kiribdi. Qayerdandir tepib kelgan biri yog'och karvatni yotoqning bo'sh yeriga qo'yib, oq seriq o'tirib turqidan haydi yavaşlıqı chiqib turgan bir odamni karvatga o'rinlashtirib qo'yib chiqib ketibdi. U kishilar bu odamga buyruq talaffuzda nihoyat qattiq gaplarni qilibdi. Bu gapni anglab ichimda balki menga o'xshash chatkiqi qilib qolgan bir bechora bo'lsa kerak deb o'yladim. Ammo bu yangi yotoqdashning paydo bo'lib qolishini faqat xohlamaydim. U mening qiliqlarimni yoqtirmay, uning gaplari menga yaramay, ko'ngil g'ash bo'ladigan ishlar chiqarmo deb ansiraydim. Bir kuni Mashal Efendi asta yenimga kelib, "Anglasam, G'ulom akini sizning yotqiningizga o'rlashtiribdi-ku. Esli odamjimi u?" dedi. Shu chaqla doktorxonada ko'rgan eliq odam ko'z oldimga kelib, peshonamga bir shaplaqladi. Uni nadadir ko'rgandek tuyg'uda bo'lganim bekor emaskanda. Men u akamizning oldida hurmatsizlik qilib qo'yibdiman deb texin xijil bo'ldim. U yo'q chaqlarda yotoq tozalab, qaynoq suv akirib qo'ysammi, uningdan texim o'zimni qochirdigan bo'lib ketdim. Yakshanba kuni deganda o'rnimdan tursam, yotoqdishim har kundagidek chiqib ketmay, karvatida o'tiribdi. Ustalda bir girdidan, ushshaq parchalangan qurut, bir nechta olma turdi. Ularning yeniga bir botilka bilan ikki kichik rumkani tiklab qo'yibdi. Oxiri tutuldim, dedim ichimda. Olam aka mening uyg'onganimni ko'rib, "Ha, yigit, uyg'ondiqmi? Tonishib qo'ymayliqmi?" dedi. U oldimda iliq kulimsirab turadi. Chiroydan qilcha kibr, manmanlik yoki umidsizlik bilinmaydi. Yuzim o't ilib ketgandek bo'lib, ixtiyorsiz o'rnimdan turib ketdim. Uning bilan ko'rishish bo'lib, gapimni tatlab turib, oldida qilgan adabsizliklarim uchun kechirim so'radim. U: "Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Bizningmi yoshlik vaqtlarimiz bo'lgan?" deb chaydamlashga tutish qildi. Menmi yigidek narsalarimni chiqardim. Ikkimiz ichilib, yeyilib o'tirib nashta qildik. 2 romkadan ichishgandan keyin G'ulomkam texim ichilib ketdi. U kichik vaqtlari sahrodagi mo'misi, qo'lim qo'shnilari va boshqa ishlar to'g'risida param qildi. Dastlabda anglamoqqa uning gaplari oddiy ham samimiy tuyuladi. Ammo nemishqidir asdan chiqmaydi. Har qitim esimga kelganda u gaplarning ilgari his qilmagan bir ma'nosini bayqagandek bo'ladi. U odatda nihoyat oz gap qiladi. Onda sonda ichilib qolgan chog'larida ko'rinishdagi qatmal jimbur holda yo'qab, ko'k ko'zlari jallanib, so'zman qiziqchi bir odamga aylanib qoladi. Mana shu oddiy sodda jimbur ko'ngilchak odam Uyg'ur turmushi va Uyg'ur xarakterini shunchalik jonliq, aynan va rangdor tasvirlab millionlagan kishini ta'sirlantirgan edi. Uningdagi badiiy talant hamma odam e'tirof qiladi. Uningdan cho'ng ishlarni kutadi va uning ishinadi. Bu ishonchni u sezadi, biladi, zimmasidagi mas'uliyatni tushunadi. Shung boshqalar to'p-to'p bo'lib so'ydiga chiqib ketayotganda u metr qilmay o'tirgan. Oxiri ko'p ikkilanishdan keyin ayolning rayiga beqib, xotin bolalarga tortishib, ular bilan birga chegaradan chiqib,
tuqqanlarni yo'qlag'ash, ko'rib baqmoqchi bo'lgan. Hökumət mu chegarani to'smadigu, har ikkisi sosialistik davlatku, ayol tuqqanlari bilan ko'rishib, qinishib olganda qaytib kelsam bo'ladigu deb o'ylagan. U shundoq dangliq cho'ng yozuvchi bo'lgani bilan hamma ishda ayolga tayinlagan, ayolning sizib bergan siziqdan chiqmaydigan odam ekan. Uning bu alayligini hamma odam biladi ekan. Ammo u oltiramay chegaraga qarab kelgan chaqda chegara allaqachon taqilib qolganlikdan xotin bolalari bilan birlikda chegaradan qaytarilib kelingan. Shuncha dangliq bir yozuvchi, xalqmi, hukumatmi e'tiborlayotgan bir odam birdilla vatan xoini bo'lib qolgan. Ammo u hech vatan xoiniga o'xshamaydi. Shu yillarda chiqib ketganlarning ko'p qismi vatan xoiniga o'xshamaydi. Ularmi ota-ona, urug' tuqqanlarga tortishadiganlikdan yoki bolalariga non deb berolmaganlikdan va yoki kimlardandir, nima ishlardandir ranji sababidan bu yo'lga mangmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Shu yillarda bir naqsh tarqalgan. Manga bergan so'g'iting zahr ekan bilmabdiman, ko'nglim mening oqgan ajab tashlab ketar demabdiman. Kishilar o'ltirishlarda doim ashu naqshni aytadi. Ba'zilar yig'lab ketadi, keyin madaniyat inqilobida qalpoq kiydirish avj olganda do'p kiydim chiroyli, kiygan boshimga loyiq, kiyib o'ssam ko'changdan hayron qolsin xaloyiq degan naqshni aytish avj olgan. U yillarda naqsh aytish cheklangan bo'lsa-mu, kishilar maxfiy aytadi. Bu naqshni anglayotganlarning ba'zilari kulsa, ba'zilari yig'lab ketishadi. G'ulam aka 3-4 oy birga turdik. Uning keng qo'rsaqligi, salmoqligi, har qancha ishni ishchiga sig'dirib yetalaydiganligi, o'zgacha fikr qilish odati menda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Arada Abnum rayon bo'yicha adabiyot san'at sohasidagilarning yig'ini ichilib, G'ulam aka maxsus tanqid qilindi. Yig'inga qatnashganlar uni shiddatli tanqid kurash ostiga oldi. Yig'in oxirida G'ulam akani chiniqish uchun tuvanga tushirish, manga bo'lsa sinoqda ishlatish ifodasiga qarash chorasi ko'rilganligi e'lon qilindi. G'ulam akam texim jim bo'lishib ketdi. Ikkimiz faqat oqshomlarla ancha-muncha paranglashib qo'yatdik. Parangimiz havorayi, o'tin ko'mir qo'rsaqning to'ymayotganligidan chatlamaydi. Bir kunlarda uning Janubiy Shinjongdagining ma'lum bir nahiyasiga ideya o'zgartishiga borganligi haqida rasmiy gaplar chiqib qoldi. Yurtidan ayoli 3 bolasini elib keldi. Ayol egiz bo'y, oq siyroq, ko'k ko'zlari chaqnab turadigan jonliq ayol ekan. U bolalarni kayniga selib, ishxonaga kirdi. O'zlariga e'tibor berishni talab qilib, boshqalar bilan ko'rishdi. Lekin u kunlarda hech kim ularni himoyasiga ilishga, ular uchun ikki eg'iz gap qilishga qiynalmaydi. G'ulam akam ayoli ham 3 bolasini elib janubga teqqan bo'lg'ili ketdi. Men yana yolg'iz qoldim. Men doim G'ulam akam ashu chat nahiyadagi dehqonlarda ketmay chapalarmi, ayolichu, ayol qanday qilar, u taraflarga kunalarmi deb o'ylab ketatdim va bu savollarimga javob topishga amalsiz edim. 14-bob. Kuz keldi. Ishxonada bekor o'tiradigan kunlarim oxirlashdi. Men Ulanbay dehqonchilik maydonida amgakka tushirildim. Biz dastlabda borganda u yerda tegi yotoqlar yo'q edi. Biz gamlarda yetib, bir necha qator bir qavatlik oddiy uylarni soldik va sovuq tushguncha ko'chib kirib oldik. Maydon atrofiga nihoyatda ko'p ko'chatlarni tikdik. Ediz eriqlarni ratlash, kuzga yer sug'urish, o't cho'p, shox-shumba yig'ishdak ishlarga qatnashdik. Edizlardagi yong'yu, kuzlik yesviliklarni yig'dik. Birdamda qishmi kirib keldi. Bu yerda to'xtamay shivirg'an chiqib turadi. Qor shunchalik qalin yog'adiki, ba'zi kunlar atiganda eshiklarimizni ocholmay xeyli avar bo'latdik. Atiganda qor tozlaydik yoki boshqurg'uchilar ko'rsatib bergan daraxtlarni kesib, haradab, shoxlarni kaslab, o'tin qilib omborga to'shiydik. Sirtda ish yo'q chog'larda ombordagi ko'kda tog'lardagi ochliqlarni uyandim bu yoqqa yo'tkaydik. Bir nechamiz harbiga besilgan bo'shkida buloqdan suv akilatdik. Ayollar to'liroq omborda ishlaydi yoki oshig'iniga yordamlashadi. Oqshom hammamiz birar yotoqqa yig'ilib, gurildab o't kuyayotgan mashdan atrofida o'tirib, jahonning farqini silshatdik.
bu yerda əmgak qılıbatqanlarının köp qismi ədəbiyyat sahəsidagilar bolğanlıqdan qiziq iş, qiziq gaplar köp bolatdı. Bir naqshchi ayol, cho'ng yoshliq bir necha usulchi, bir rejissor, yana bir ikki musikan, rassom, xattot, fotograf qatorliqlar bor edi. Ularning ko'p qismi kasbida xil ko'z ko'rilgan, chet ellarni ko'rgan kishilar bo'lganlikdan o'zlarining borgan, turgan, ko'rgan, bilganlaridan ig'iz ochadigan bo'lsa, bizdeklarni og'zi qartib qo'yatdi. O'tir yoshli usulchi odam gapga nihoyat usta bo'lganning ustiga birni ko'rgan odamning ish harakatini sal mubolag'alashtirib, shunchalik aynan to'g'rilaydi. Kulib uchaylarimiz uzilgandek bo'ladi. Doim zukam bo'lib qoldim. Ovoz pardamga ziyon yetadigan bo'ldi deb qilin tweet ro'molda og'iz burnini o'rab yuradigan naqshchi ayol Soyuzning gapi chiqsala mishildab yig'laydi. Yaqin tuqqanlari chet elda bo'lganligi uchunla chet elga bog'langan gumonliq unsur deb qarilib, suygan kasblaridan majburiy ayirib etilgan bu odamlar bir-biridan ancha sir yushirib ketishmaydi. Ancha-muncha qizib olgan chaqlarida chet eldagi ota-ona, qarindosh yoki suygan odamlarning yor parangini qilib hasratlanadi. Mundaq chaqlarda men opamni, hadalarimni, Aminani sig'inatdim. Hamrohlarimga ularning gapini qilib bersam, ular o'lmagan jonda umid bor. Jonning qayerda bo'lsa-mu, hayotli bo'lsa, bir kunlarda ko'rishib qolasizlar. Siz texi yosh, umidvor bo'ling, deydi. Qora qishda idoraga qaytib keldim. Bu qitim ishga tushgan kunimdan tortib, ko'chirmichilikka silindim. Buningdan xushal edim. Boshqalar bir chetda oldirash ishlavasa, tang ishlayolmaslik, bir chetda e'tiborsiz qoldirishmi bir xo'rliq ekan. Ko'chirish vazifam tirishib, astoydil o'rinladim. Boshqalarning qilib bo'lolmagan ishlarni qilish berdim. Sirtqa chopadigan yugurgidim ishlarni o'z ustimga olib oldim. Buning bilan yaxshi ishlayotdi deb ancha-muncha maqtildigan, gunohlarim ancha tilga ilinmaydigan bo'ldi. Bo'limdimi o'zgarish bo'ldi. Shu yillarda maxsus adabiy tarjima asarlari e'lon qilingan yana bir jurnal ta'sis qilinib, xodimlarning bir qismi uningga chiqib ketdi. Masalasi borlarning yana ba'zilari qaytib kelib ishga tushdi. Buning bilan bo'limlarimizda odam xeli ko'payib qoldi. Havoning isishiga agishib, vaziyatdami yumshoq bo'lib, jurnimizda bir necha yaxshi hikoya, povest, she'rlar e'lon qilindi. Bulubmu tarjim asarlari tunishtirilgan jurnalda Sholoxovning Bir odamning taqdiri nomli hikoyasi e'lon qilinib, sukut qoplagan adabiyot sohasiga bir mahal jonlanish ilib keldi. Bir odamning taqdiri orqali urushning insoniyatga ilib kelgan azob uqubatlari yurakni titratgudak chinliq bilan ifodalangan shuar va shaklbozlikdan xoli bu asar adabiy sohamizga xeyli kuchli g'ulg'ulga sabab bo'ldi. Asar to'g'risida mulohiza, obzorlar e'lon qilindi. Yozuvchi havaskorlar undan ilhom olib ba'zi asarlarni yozib beqishdi. Ammo hech kutmaganda bu asarni ruschadan bevosita tarjima qilgan tarjimonning sirli holda qo'lga ilinib ketishi bilan bu g'ulg'ula urinishlar besilib qoldi. Ishlar yana kun qilibda davom qilaverdi. Yangi kelgan yigitlarning birdan qizni agashtirib yurganini ko'rgan xizmatdoshlarim diqqatini yana men qaratishdi. Ular menga tezroq o'yinib olishni, o'yinishning foydasini tashviq qilish bilan to'xtab qolmay, o'zlari muvofiq deb qaragan qizlarni tanishtirdi. Albatta ularning orasida nihoyat yaxshi qizlarmi bor edi. Ammo mening masalam borligini anglagan hamon qizlarning o'zi yoki ota-onasi to'y maslahatidan yenib oladi. Bu ish bir necha qitim tayyorlangandan keyin men bundaq oxiri chiqmaydigan ishdan zerikib, peshanam ko'pitilganini ko'rarman deb ancha parvo qilib ketmaydigan bo'lib qoldim. 1965-yili kuzda sosialistik ta'lim-tarbiya xizmati uchun janubga avatildim. Buning uchun ichimda sal norozi edim. Bir necha oydan keyin madaniy inqilob boshlandi. Bu misli ko'rilmagan harakatning taqdug'isi va hayvasini ko'rib, shu yillarda sirti bo'lib qolganligimdan mamnun bo'ldim va ichimda meni opamning duolari saqlab qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Biz tava xizmat atritining bosh rahbarlik organi nahiya ichiga o'rinlashgan bo'lib, bizning guruh nahiyadan 3-4 kilometr yiroqlikdagi kommunada edi.
Gruppimiz tavasida bir danlıq şair bilan bir danlıq muzikant bor edi. Nahiyada turishliq xizmat atritining mas'uli Apam rayondagi xeyli muhim rahbar bo'lib, ko'pni ko'rgan san'at xumar odam ekan. U shoir ham muzikant bilan nihoyat yaqin o'tadi. Kunda kechda bizni nahiyaga taklif qiladi yoki hamrohlarini boshlab biz turgan yerga keladi. Biz oddiy dehqon o'ylasida 12 muqam naqshi musikalari va xalq naqshi musikalarining javharlaridan muzikantlarimizning voyaga yetgan mahoratidan bahramand bo'lardik. Ba'zida al-naqmichilarmi yig'ilib mahorat ko'rsatdi. Dehqonlar o'ylig'i patmay tomlarga, daraxtlarga chiqib anglaydi. Yuqoridan kelgan muhim rahbar aramizda bo'lgandan keyin hech kim bizga bir narsa deyolmaydi. Bizning vazifamiz sinfiy kurashni tutish, kapitalizmning quyrug'ini kesish, atroflarning hisobini aniqlash edi. Bu bizning qattiq qo'lliqni, hissiyotga berilmaslikni, mas'uliyatchanlikni talab qiladi. Biz ommaning fikriga asosan murakkab qalaymiqan, rost yolg'onni farqlantirib bo'lmaydigan hisob daftari, hujjat talonlarini tekshirdik. Yavaş, samimiy odamlarning hisobi ko'p holda to'g'ri chiqmaydi. Hiylagar ommaning fikri ko'p kishilarning bo'lsa, ko'pincha xatosiz chiqadi. Buningdagi sirni bilolmay tit bo'lardik. Qapoqlarimiz turilib, jiddiyashib ketadi. Ammo oqshomlari biz anglaydigan naqshlar, go'zal ohanglar boshqacha bir narsalarni so'zlaydi. Ishq, muhabbat, rahim, shafqat, hayot va o'lim to'g'risidagi hikmatlar yurakning cho'nqur qatlaridan his tuyg'ularini qo'zg'atib, kishiga bu dunyoning talash tortishlarini unutiltiradi. Yig'in ochganda uxlab qoladigan, shuncha gap qilsaqmi tushunmagandek qarab turadigan dehqonlar bu naqshlarni oshnondan, uyqudan kechib anglaydi. Ular hech qaysimizning to'nimisimi muzikantni to'naydi. Uni ko'rsa egilib salom qiladi. Uni o'rik ushmalari, ko'k chuchurlari bilan yo'qlaydi. Sinfiy kurash, kapitalizm degandek gaplar muzikantning u qulig'idan kirib, bu qulig'idan chiqib ketadi. U etislarda, yo'llarda, uylarning orqasida anglanib qoladigan naqshlarni izlaydi. Qiyirib ketgan sozlarni tiqib qo'ygan ko'n muqamchi sozandlarni nalardan tepib oladi. Biror go'zal ohang uchun jinni barbidak bo'ladi. Shu yil iyulda Madaniy sur inqilobi boshlandi. Naqsh musiqa va jimiki go'zal narsa burjasiyaga tava qilinib cheklandi. Naq va nobud qilindi. Xalq orasidagi bechora sozandlar tortib chiqarilib, boshlariga uzun qalpoqlar kiydirilib, kurash qilindi. Bizning muzikantmi vahimga tushib qoldi. U intayin sezgur, nozik tabiatlik odam edi. Vahimdan kechalari bir vaqtlargacha uxlay olmay, o'yilda tomoq chekib o'tirib ketadi. O'zining aytib berishicha, oila tarkibi yuqori bo'lganlikdan ilgari san'at maktabi tadqiq qilgan ekan. Bu yerdagilar uning oila tarkibidan bilmagani bilan ummatdan biror xat aloqa kelib qilishi mumkin-ku. Mening andisham uning dikidan ortiq bo'lsa ortiq, ammo kam emas edi. Sovetga qochmoqchi bo'lganlik kichik jinoyat emas-da. Nahiya bo'yicha Madaniy sur inqilobi oxirigacha elib berish qasamyat yig'ini echilgan kuni muzikant og'rib qoldi. Chiroy sarg'ayib, og'ziga kelmay qolgan holdiga qarab, chaqchaq qilishqimi ray bormidi. Uning ustiga o'zim qo'rqib turadi. Shundaqdimi yig'in qatnashmay amalim yo'q edi. Ta'limimizga bu yig'inda meningmi muzikant akamizning gapi bo'lmadi. Yig'indan qaytib, qo'shiq holda qaytib kelayotsam, muzikant oldimga chiqibdi. "Ukam, qandaq bo'ldi? Men to'g'riliq gap so'z bo'ldimi?" deb muldirlab qarab turdi. Uni birdiman aka, eng boshda sizning ismingizni chaqirdi. Siz bo'lmagandan keyin boshqalarni kurash qildi. Tayyor bo'lib turing, kurash qildiganlar orqamdan kelyotdi. Sizga yozgan qalpoqning qanchalik chiroyliligini bilmaysiz. Deyishimga chiroy taltirib, lablar titrab ketdi. O'zini qo'yg'ili yer topolmay o'tgandek, to'rt atrofiga alang-bulang bo'lib qarg'il turdi. Shu chaqda chaqchaq qilaman deb, uning naqadar zo'r azob ilib kelganligini ko'rib, birdan kulib atdim. "Bo'ldi, chaqchaq qildim. Ansirman aka, siz bilan biz hech kimning esida yo'q ekanmiz. Ularning qiladigan ishi jiq ekan." Yig'inga bo'lgan ishlarni bir qo'r so'zlab berdim. U haligacha esi kelinmay
chep tarlab yo'l bo'yidagi bir do'ngda o'ltirdi. Shu chaqda qilgan ishimdan shunchalik qo'rqib ketdim. Rostla biror ish bo'lib qolgan bo'lsa, qanday qilatdim deb o'zimni aybladim. Shu kunlardan tortib naqshi musiqa cheklanib, toki 1970-yillarning oxirigacha biz uning go'zal kuylaridan, huzurlanish baxtidan mahrum qoldik. 15-bob. Yil oxirida idoraga qaytib kelgan chog'larimizda qaynoq kurashlar texi besqir inqilobning tag'uchi bizdek odatga kishilardan kapitalizm yo'liga mangan huquqdorlarga markazlashib yetibdi. Jurnal to'xtab ketgan ekan. Men idoradagi ko'p qism kishi nima qilsa shuni qilib, ortiqcha ishlardan o'zim chetga qiqib yurdim. Shu kunlarda allaqachon to'y qilib, bolaliq bo'lib ketgan Ayturxondan bir parcha xat keldi. Xatni ko'rib, o'tgan kunlarni, opam xatlarimni aslab yo'qotib qo'yganimga uzun bo'lgan bir narsamni tepib olganday xushal bo'lib ketdim. Ayturxon xatida urug' tuqqanlarning salomatligini yetkazgandan keyin yaqinda xatlarim bilan ko'rishib, ular bilan opamning cho'ng xatlarining gapini qilib yig'lashganligi, mening to'y ishim haqida maslahat qilishib, kichik adamning bir do'stining urumchida ishlaydigan singlisini menga loyiq ko'rishganligini, adam do'sti orqali qizga o'qtirib qo'yganligini aytib, shu qiz bilan ko'rishib beqishimni jikalabdi. U qiz bir cho'ng kitobxonada ishlaydi ekan. Ismi Nurala ekan. Ismi jismiga loyiq yaxshi qiz ekan. Shuna qilib zerikishlik turmushimga yana bir qiz kirib keldi. U 24-25 yoshlardagi bug'doy o'ng, qosh ko'zi to'kilib turadigan zilva bo'y, mijozi eg'ir besiq bir qiz ekan. O'zini tutib olgan gap so'z joyida bo'lib qolmay, kitobxonda bo'lganligi uchun nihoyatda ko'p kitob o'qigan ekan. Biz shu yili kuzda to'y qilib oldik. Bir uyga kirib bir-birimizga bo'lgan tushunishimiz cho'nqurlashgancha muhabbatimiz kuchaydi. Suyundig'inim ikkimizning gapi doim bir yerdan chiqadi. Ikkimizning yaxshi ko'radigan tomoqlarimiz, hatto yoqtiradigan ranglarimizmi birdek edi. U shu davrning ko'p qism yosh ayollaridek zibu-zinnat, up-anglik deganlarga ancha qiziqib ketmaydi. Oddiy pokiz kiyinishni yoqtiradi. Biz oddiy sodda tejashlik yashaydik. Ammo urug' tuqqan do'st birodarlarimiz uyimizga kelsa, barimizni aymaydik. U chaqlarda maoshimizmi bak tuvan edi. Shunga pulni yig'olmaydik. Lekin baxtlik, g'amsiz, tinch yashaydik. Har kuni kechki tomoqdan keyin ikkimiz ko'cha aylandik. Oldirmay mengib do'nko'rik taraflarga, ba'zi Qizildog', Nurbaq atrofiga boratdik. Ba'zi oqshimi karvatimizda bir-birimizga qarashib yetib, xiyolimizga kelgan yoki ko'rgan anglagan ishlar ustida paranglashdik. Bir qatim Nurala kitobxonada Mavsum tanlanma asarlardan boshqa kitoblarning asosan yo'q ekanligi, odatdagi xayrilarlar kitobxonaga kirmas bo'lib ketganlikdan kitob sotquchlarning atiganlik kashlik sadoqat usuli o'ynash va rais Mavsum suratiga doklad qilish, suratdagi yo'l yo'riq so'rashlardan boshqa vaqtdan paypoq o'qib, qarta o'ynash bilan o'tkazayotganligini aytdi. Demisimi, bahchigidan eshib ketdi bu ishlar, dedim men. Suratga qarab usul o'ynash, suratga qarab xizmat doklad qilish, yo'l yo'riq so'rashlar butunlay xurofiylik. Agar bu ishlarni rais Mavsum o'z bilgan bo'lsa, cho'qim azoblangan bo'ladi. Aradan bir necha kun o'tib ishxonada yana shunday gaplar bo'lib qoldi. U kuni asli o'g'inish qilmoqchi edim. Boshqalar yig'ina ketibdi. Ularni saqlag'ach taqdan bag'dan paranglashib o'tirsak, yaqinda janubga berib kelgan bir birodarimiz u yerda hamma odamning bir-biri bilan salomlashganda "Yassun mavjushi" deydiganligini dastlabda o'zi u gapni toza anqirolmay boshqalarning g'azabiga uchraganligini, isyonchilar chaqirtib opirib "Nemishqa yassun mavjushi" deb salomlashishni xohlamaysan deb so'roq qilganligini aytib berdi. Shu chog'da men hech o'ylanmayla, bu ishlar rostla bak chegidan eshib ketdi-jumu. Suratga qarab usul o'ynash, suratga qarab xizmat doklad qilish, yo'l yo'riq so'rash deganlar materializmchilar qiladigan ish emas-ku. Agar u ishlarni rais Mavsum o'z bilgan bo'lsa, cho'qim to'sqan bo'ladi, dedim. Shu aman atrofimdagilar qaynayotgan qozonga suv quyayotgandek jim bo'lishib qoldi. Ba'zilari bir-biriga qarashdi, ba'zilari darhol qo'pib neri ketdi. Shu chaqli ichimda "Apla" deb qoldim. Ammo
Tükürген tükürükni qayta ig'isi olg'ili bo'lmaydi. Ixtiyorsiz og'zimdan chiqib ketgan bu so'z yana bir qatim taqdirimni belgiladi. Atsi kadrlar bo'limiga chaqirtib so'rab qilindi. Men doimizni qizg'in suydiganligimni, ammo hozir avj olgan ba'zi ishlarni ancha muvofiq emas deb qaraydiganligimni, ham u ishlarning hamon tuzildiganligiga ishondiganligimni yushirmay aytdim. Shuncha odamning oldida qilgan so'zlarimdan tinib olg'ili bo'lmaydi-da. Bölüm başlığı Li Yoldaş. Sen zadi tuxumingdan aksiyetçi. Vatanga, sotsializmga o'chmanlik qilasan. Ilgari biz seni qayt qutqizib olmadikmi? Sana fursat bermadikmi? Sen o'lgicha o'zgarmaydigan vatan xoini. Endi xalqning jazosidan qechib qutulolmaysan. deb barqaradi. Uzoq o'tmay bizga zarba berish, üçke qarshi turish harakati boshlandi. Dağdug'luq ham vahimalik cho'ng yig'inda bir muncha shoir, yozuvchi, san'atkor qatorida men tortib chiqarildim. Qiziq yeri, janubda sotsialistik tarbiyaga billi borgan, billi to'ridan tushib qolgan musikant akamiz bilan bu qitim sahnada yan turib qoldik. Men uningdan ansirab, pat uningga ko'zimni qo'yirg'ida qarab qo'yatdim. Dastlabda qalqal titrab, oralla o'ri turgan bu tanliq muzikant bara o'zini tutib oldi. Hukm e'lon qilinib bo'lganda hatto menga qarab ko'zni qisib qo'ydi. Ikkilimiz o'xshashla partiyadan chiqarilib, xizmatdan haydalgan edik. Keyin uning janubga ketganligini angladim. Men Qutubining chat bir yezga haydaldim. Ig'rilishib qolgan Nurala Urumchida yolg'iz qoldi. Men borgan yer asosan xanzular o'ltiraqlashgan rayon edi. Bir xanzu dehqonning bir ig'iz uyda turib, o'zim tamoq etib yeb, ular bilan birga amgaklarga chiqib yurdim. Men turib uyning tammeshi zodi isimaydi. Muzdek sovuq uyda to'ngib ketganimdan qo'lim ishqa bormaydi. Yotqinimni uchamga yepinib, chiga arg'amchiga belimni ching bog'lab, uyandim bu yonga mengib yuratdim. Qo'noq o'rnonni bir qitim pishirib qo'ysam, 3-4 kun qaqlab isitib yeyishimga yetadi. Kunda birar vaqt yesibilak sho'rpisi qaynatib, o'rnonni chilab ichib olatdim. Anda sonda ichalaydigan tuxum sho'rpisi eng esil tamoqim edi. Atraf kadrlari mening qiynalib ham yolg'izchilik tortib qolganimni ko'rib, bu yerda qiynalib yurgicha yurtingizga yo'tkilib olsangiz bo'lmamdi, deyishdi. Men g'uljilik chegara rayonga mendeklarni o'rinlashtirmaydi desam, atraf boshlig'i kulib ketib, yo'lini topolsangiz jahonni qilg'il bo'lmaydigan ish yo'q. Biz g'uljining shaharga yaqinroq biror yeziga qaritib xat yezib beraylik. Siz xatni ilib berib, bir amal qilib shu tarafdagi o'rilishi bilan g'uljining yezlari bu yerdan ko'p yaxshi emasmi? dedi. Atraf boshlig'iga rahmat aytib, xatni ilib g'uljaga qaytdim. Tuqqanlarning yordami bilan nopusimni yeziga oldirib qo'yib, o'zim shaharda parcha-purat ishlarni tepib ishladim. Pat Urumchiga berib, Nuralanimni yo'qlab turdim. Ikkinchili boshbaharda o'g'limiz tug'ildi. Hadiya 5. 15 bob. Navra qizim do'sti bilan chiqib ketib, nadadandir bir aslan tip kiribdi. U tumshig'i ambatinning bu yerda qara, boshqa yerlari oppoq, bakmi umoq aslan ekan. Shu topda u deraza tagchisida gullarning soyasida o'ltirib tozalik qilyotdi. U qip-qizil nayta harakatchan tili bilan bo'ynidan boshlab qo'rsoq, dumi butlarining uchigacha nayta astoydil yalab chiqdi. Arqadan erinchaklik bilan o'rnidan turib, bir silkinib etib yerga sakrab tushdi. U haqiqatan oqirib pokiz bo'lib qolgan edi. Navra qizim garchi uni har kuni erkalatib, shundoq obdan baqsimi, eshik echilsa, part qilib sirtqa qochib ketadi. Lala uni tarafdan izlab, ba'zida gullikdan, ba'zi ustungi qavatlardan tepib kiradi. Bir qitim hatto daraxtning ustidan tutib tushgan edi. Ilgari uyni mehnat qilib etdi da mushuk beqishni xohlamaydim. Uyda bir mushuk paydo bo'lgandan keyin ko'nglimda bu ojiz jonivorga nisbatan tushunish va esdashlik paydo bo'ldi. Inchiki kuzatsang, bu dunyodagi barcha hayotlik mayli insondek aql farosatlik
şir yuvasdek güçlük bolsun, yoki uçar qanat qurut qo'ng'iz pashi cho'mili bolsun, hammasi o'rtaq holda yashash uchun kurash qiladi ekan va har birining o'ziga xos aloyidligi, pam farosati, tadbiri bo'ladi ekan. İnsanın tirishib tirmishlari, qushlarning ko'kda parvoz qilishi, cho'milning fidokorligi, mushukning og'ziga qarab talmirib turishlari hammasi bir muqarrarlik ekan. Shir yuvasni rahimsizligi, tulkini hiylagarligi, mushukni oshko'zligi uchun ayblash mumkinmi? Ba'zi uning bir parcha ustixonni tishlab, pokiz karvat ustida chiqivilishi meni har qancha teriktirsa-mu, uning gunohsizlarcha mo'ltirlab turgan holatiga qarab ochqimdan yenib qolaman. Uning xuddi menga bir nima demoqchi bo'lgandek, ammo deyolmayotgandek tikilib turishi, umidsizlanib orqasiga burilib daraxt taktisiga chiqivilishi, u yerdagi tashdaklarning orqasiga soatlab sirtqa qarab o'ldirishi, anda sonda biror mushukni ko'rib qolsa, darhol o'rnidan turib sirtqa chiqadak biror yo'chuq istab o'zini har yon urib ketishlari men uning naqadar yakegona bichorligini his qildirdi. İxtiyorsiz Amerikaliklar arqa-arqadan ota-ona qarindoshlardan ayirib tutib kelgan qora tanli qullarni aslab qolaman. Gerçi u o'xshatish sal bema'nilik tuyulsa-mu, biz ularni har qancha advorlab baqsaqmi, insonlarning armaq qilish uchunla ularni o'z to'pidan, asli yashash sharoitidan ayirib etishi rahimsizlik bo'lamdi qandaq. Hayvonning o'z jinsiga, o'z to'piga va makoniga bo'lgan muhabbati insonnikidek kuchli emas deb kim ayta oladi? Bo'rilarning kuchliklari uchun jinni pido qilishlari, ba'zi qushlarning o'lib ketgan jufti uchun umrvoyat qarliq tutishlari ularda nihoyat kuchli hissiyotning borligini tushundirmamdi. Ular hissiyotini bizga so'zlab berolmaydi xolos. Mushuk haqidagi mulohazalarimni anglab, Lalaning ko'zlarida yosh lag'ildab qoldi. U bu aslanni bir Xansu buvayning olganligini, ati uningga olib beradiganligini, pulini surishtirmaydiganligini aytdi. Olib bersang, yana birsiga sotadi. Ular pul tepish uchun mushu ishni kasb qilgan kishilar. Keyin setib olganlar balkim texmo rahimsiz kishilar bo'lib qolishi mumkin. Mushuklar eng yaxshisi bog' bo'ylilik, kang qo'roqlarda beqilsa, aslanlab bir to'p bo'lib yashasa yaxshi bo'ladi, dedim. Lala, cho'ng opa, dadamning deb berishicha, yiliqi musulmonlar mushukni e'tiborlaydi ekan. Uni yaxshi boqmasa bo'lmaydi deydi ekan. Shundaqmi? deb so'radi. Dadam to'g'ri debdi qizim. Men sana mushunga doir bir hikoya aytib bersam anglamsan? Anglayman, cho'ng opa. Men uningga Muhammad alayhissalomning chapinining peshida uxlab qolgan mushukning uyqusini buzmaslik uchun chapinining peshini kesib o'tganligini so'zlab berdim. Cho'ng opa, u nimishqa shunday qiladi? U bir muhabbat qizim. U ziminda yashash haqqi bo'lgan, jimiki jonliqi bo'lgan muhabbat, hayotliqi bo'lgan muhabbat ham hurmat. Musulmon barcha hayotlikni suyidi. U hayotlikni tas ko'rmaydi, xo'rlamaydi. Atsiman ikkinchi hikoyamni boshlaganda uning ko'zlarida hayronlik va qiziqish chaqnab turadi. U azaldan ko'rmagan, anglamagan, tasavvur qilib boqmagan bir dunyoni ko'rib o'tgandek, ko'zlarini yo'g'on ichib so'zlaganlarimni anglatdi. Uningga qarxonlar to'ldi va uningda yashagan Yusuf ismli kishi yozgan Qudat qo'piligi haqida 11-asrda yozilgan bu kitobdagi davlat boshqarish g'oyalarining bugungi dunyo olimlarining ongdan qoldirganligi haqida oddiy til bilan so'zlab berdim. U ko'z oldida turgan bu kitobga taajjub ichida qaraydi. Uni tutib beqishdan, qo'liga ilib varaqlab beqishdan aylanayotgandek qiladi. Oxirida u Yusuf Hojibning qabrisi Qashqarda hozir bor ekanligini anglab xushal bo'lib, kelar yili yozda dadasi bilan berib ko'rib kelmoqchi bo'ldi. Keyingi bir necha kunda Mahmud Qashqariga oid roman va bir qism tadqiqot maqolasini o'qib chiqdim. Bu qitim boshqa navbatlarimni ham xalqin qo'shnilarning bolalarini chaqirtib, Mahmud Qashqari haqida hikoya so'zladim. So'zlab etib o'zim hayajonlanib ketdim.
Мен bundaq hayajonni unutib ketgili ko'p yil bo'lgan edi. Qiziqarli hikoyani so'zlab bo'lib, 3 tomliq turkiy tillar divanini elib chiqib, ularga bu kitobning turkiy tillar haqidagi tunji lug'at, dunyoda selishtirma, tilshunoslikqa oid eng dastlabki katta asar bo'lib qolmay, turkiy xalqlarning ayni davr turmushiga oid qimmatli badiiy qomus ekanligini tushuntirdim. Navrilarim ilgari o'zlarini anglagan cho'chaklardagi qilish ilib yov bilan kurash qilgan, oq ot minib sohib jamol malikalarni qora niyatlarning qo'lidan qutqizgan shaxsiyatlarga ancha o'xshamaydigan, kitobiy ming yillab saqlanib qolgan bu shaxsiyatni hargiz unutib qolmaydi deb o'yladim. Alisher Navoiy haqidagi hikoyani Lola bilan oshxonadagi tomoq etayotgan yoki qachi-quchi yuyayotgan vaqtlarimda so'zlab berdim. Sezib turdimki, xiyolchan mo'ngluq bola shoirning cho'ng bo'lgandan keyingi hasad va dushmanlik balasi ichida o'tgan tinissiz hayoti, muhabbati, she'rlari, tuyuqsiz o'limi Lolaga kuchli ta'sir qildi. Men yana uning arab faris tillari ustunlikni egallagan o'sha yillarda ona tilni qo'g'lash yo'lida qanday kurash qilganligini bugungi ba'zi ishlar bilan birlashtirib so'zlayotgan chig'imda u mendan bir savol so'radi. Qo'sh til o'qitishi shu chog'dimi bormidi, cho'ng oppa? Mas'ud ikkimiz ixtiyorsiz bir-birimizga qarab kulishdik. Men uningga bu haqda izinib ko'rib, ondan javob bermoqchi bo'ldim. Biz uningdagi qiziqishdan foydalanib, uni ona tilidagi kitoblarni o'qishga rag'batlantirmoqchi bo'ldik. Mas'ud uningga kitobxondan Alisher Navoiy nomli romanni va tarixiy madaniyatimizga oid oddiy o'qishliqlarni akilib berdi. Lola ikkimiz paranglashayotganda u ixtiyorsiz parangga aralashatdi. Mundaq chog'larda hatto shaxmatchi birodarlarimizni unutib qolatdi. Mas'ud ikkimiz ta'tildan keyin shanba bayramlik dam ilishlarda navrilarni yig'ib bundaq darslarni doim o'tib turish qaroriga keldik. Bu ishdan xabar topgan qo'shnilar hilidan bolalarini tavsiya qilg'ili turdi. Ko'ngillarda ish qilmaslikdan qoladi degan rost ekan. Ishni boshlab edik, yo'llarimiz kengaydi. Ruhiy kayfiyatimiz jonlanib, ilgirgi vaqtlarga qaytgandek bo'lib qoldik. Qachonlardan tartibki navrilarimiz bizdan yiroqlab ketgan, bizni o'zini tortadigan, bizga vaqti o'tgan asar atiqlarga qaragandek qaraydigan bo'lib qolgan edi. Balkim biz shu yo'l bilan ularga o'zlarining kimligini bildirib, ularni bag'rimizga qaytirib kelarlarimiz. Balkim bu bizdagi ziyoda umidvorlikdir. G'oyat kuchli davr iqimi muntazam g'arbning hammani besib tushadigan yuqori besimi bu o'rinlashtirishimizni quruq avarchilikka aylantirib qo'yar. Ammo biz o'z majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Bu biz vijdonimizga yuz keladigan ham biz qila oladigan birdan-bir ish. Yakshanba kuni deganda Mas'ud navrilarni yig'ib musiqa elib ketdi. Ularning nurg'un savol, gangrash bilan keladigan aniq. Men navrilarimga bu simanda yashagan qadimgi g'ullar, Uyg'urlar, saklar, itoletlar, tug'arlar va ularning turtilishi, ular qurgan kuchli davlatlar, islom dinining singib kirishi, Chingizxon istilosi, turklashgan Mo'g'ul xonlari, Chag'atay xonligi, hozirgi Uyg'urlar to'g'risida bolalar tilida dars so'zladim. O'g'il navram, "Cho'ng oppa, muallim bizga sizlar arab davlatlaridan kelgan degan. Biz arab emasmi?" deb so'radi. "Yo'q balam, biz Uyg'ur, ajdodlarimiz qadimdan mushu zamonda yashagan. Sizlar muzeyda ko'rgan siyriq chashli kishilar, Kiroran güzeli, hammasi bizning ajdodlarimiz. Qarab beqinglar, cho'ng dadanglar ashularga o'xshamamdikan? Keyin texmi ko'p millat va irqlar bu yerda ko'chirib kelgan. Ashu millatlar qo'shilib biz bugungi Uyg'urlar barliq kelgan. Hozirgi Uyg'urlarning chiroyi, badan qiyofatlaridan ashu har xil millatlarning aloyligi chiqib turadi. Ba'zilar oqsiriq, ba'zilar bug'doy o'ng, ba'zilari yapma qapoq, lekin biz hammamiz Uyg'ur." Rasm chizishga qiziqadigan cho'ng o'g'il navram yo'g'on bir parcha qog'ozga sarg'ish qo'ng'ir chashliq
Kiroran güzülini, qara çaş, egiz boy, buğday öңlük Türk şahzadısını, pakar atı mingen Moğol askerini, ahırda qo'ng'ir chashliq qara qash qo'y ko'zlik uyg'urni sizdi. Men yana uyg'urlar tarixida qo'llangan yesiqlar, e'tiqod qilgan dinlar to'g'risidami azdir ko'pdir so'zlab o'tdim. Aradan ko'p vaqt o'tmayla urf odatlarimiz, o'ltirib qo'pish, tuqqandarchilik, mehmondorchilik, yusunlarimiz, kiyim-kechak, yemak-ichmaklarimiz, Eid bayramlarimiz, to'y to'kun, beshik to'y, xatni to'y, dafna, nazr chiroq qaytlarimizda to'g'risida dars o'rlashtirdim. Mas'ud kitobxonlardan bularga oid kitob materiallarini tepib keldi. Men qiz o'g'il navralarimga o'zimizcha kiyib kelish talabini qo'ygan edim. Qizlar chachlarini ushaq o'rib, atlas ko'nglak do'p kiyib keldi. Bu meni qo'shal qilgani cho'ng kelinim o'tir maktabda o'qiydigan bir jup o'g'liga badam to'ppa, yaqsiz, uzoq to'n kiydirib, beliga balbaq bog'lab ilib keldi. Ularni ko'rib, birdila kichik vaqtlarim, mushundoq kiyinib yuradigan ak enalarim, qo'shnilarning bolalari ko'z oldimga kelib, yig'lab atgili tasla qoldim. Bu kiyim ularga naqadar yarashgan-na? Navrlarimni ko'rib, xuddi Eid bo'lgandek, uyga qo'shnilarning bolalari yig'ib ketdi. Men bolalarga rangli suratlarni, go'ida navrlarimning kiyimini ko'rsatib turib, o'zimizga xos kiyim-kechaklarimizni tonishtirib, uni kiyinishdan ahamiyatini tushuntirib va shunday kiyingan bolalarni maqtab ilhomlantirdim. Cho'nglarni ko'rganda oldiga berib ko'rishish, uyga kelgan mehmonni to'riga boshlash, choy quyish, oldida adab qoida bilan yukinib o'ldirish, cho'nglardan burun dasturxonga qo'l uzatmaslik, mehmonlarning oldida varang-churung g'alva qilmaslikqa o'xshash usullarni tushunishli qilib so'zlab, ham bolalarning o'ziga o'rin tutib, ularni adabsiz qiliqlardan ibrat olishga undadim. Oxirida bir qizning qo'nchiqini beshikda yotqizib o'tkazgan buvaqning qirqini chiqarish murosimimiz bak ko'ngilli bo'ldi. Har bir bola buvaqqa baxtli bo'lsin, aqlli bo'lsin, umoq bo'lsin, gap anglasin, yig'langu bo'lmasin degandek tilaklarni bildirishdi. Aq meyg'iz, kamput, shokoladlar bilan mehmon bo'lishib, ko'ngillik o'ynashdi. Bu darsdan keyin o'dil qo'shnan bolalarning o'ltirib qo'pishga adab qoidalik bo'lib qolganligini aytdi. Hada, bu ishni davomlashtirsangiz bo'ladi. Men qo'shnilarni harakatlantirib, sizni ziyon tatqizmaydim, dedi. Men uningga, "Qo'shnam, bu ishga yordamlashsangiz albatta bo'ladi. Ammo foyda ziyonning gapini qilsangiz, sizdan ranjib qolaman", dedim. Va endi bir mezgil boshqa ishlar bilan bo'lganligini, keyingi ahvolga qarab yana boshlasak bo'lganligini, keyingi hikoyalarimizning texim esil ekanligini aytdim. Amaliyotda mening hikoyalarim texi amdala boshlanayotdi. Toshkemir rasmlari, xotin qog'ozi, xattotlik, kitobchilik haqida, 13 muqam Amannisaxon, mashrablar haqida, ota-bobolarning me'morlik, naqsh san'ati haqida nihoyatda ko'p hikoyalarni so'zlamoqchi edim. Ammo men rostla bir mezgil o'z ishlarimni qilib olishga muhtoj. Men pat-pat kichik sanduqchadan ashu qizil rangli bog'oqni elib qarab o'tirib ketaman. Uningda ko'rsatilgan kunga qanchalik vaqt qolganligini bilib tursammi, yana barmoqlarimni bukib qayta sanayman. Kunlar o'tmoqda. Endi hech qancha vaqt qolmadi. Men bir ikki qo'r yangi kiyim ilishim, yangi oyoq sumka, kichikroq chamadon degandek lozmatliklarni tayyorlashim kerak. Yana bir tarafdan kayfiyatimni tangshib, har qanday xushallik yoki qayg'uning besimiga taqabul turarligidek ro'y holini hozirlashim, doktorxonaga ko'rinib, zarur dorilarni elib olishim kerak. Kechda qizim Munira bilan telefonda so'zlashdim. U: "Doktorxonaga adil borgin appa. Ukam mashinasi bilan elib borsin. Juma kuni tushdan keyin darsim yo'q. Men seni do'kon aylantiray. Maktab bo'yicha yig'im bor. Davatqanti. Bir amalni qilib ruxsat olarman. Ruxsat olasam, darsin tushibla yeningga boraman", dedi. Munirani hammamiz maltoniydi deymiz. Bu zamonga loyiq ham ishlatishga aplik narsalarni setib olaydi.
Bəs onun bu cəhətdəki talantığa qayıl bolğunumdan ticaretçi bulup qalsangmı, sodan qaltыс yürüşüp ketadigan sening deb qalaman. U o'zimi maktabdagi ishlardan ko'ngil ishmayotganligini aytib, bu bosh og'riq ishlarni tashlab u qachi bo'lib ketaymi ya deb qo'ydi. Ammo yana o'qituvchilikdan mehrini uzalmaydi. Chunki u bizning qizimizda. Men o'z ishimga shunchalik berilgan ekanman. Tartqan xo'rliq kulfatlarim meni undan qilchimi sovutalmagandek. Madaniyat zo'r inqilobining oldida yangi mudir oldiga chaqirtib xizmatimning asli kelganligini uqtirganda necha kungacha baxt tuyg'usi ichida mast bo'lib yurgan edim. 2 oydan keyin yana bir qatim xizmatdan ayrilib, necha yil sarson bo'lib yurib, oxir yana xizmatim asli kelganda yig'lab ketganlarim. Munbariga qayta chiqqanda hayajondan o'quvchilar oldida tiqiladigan gap topolmay, yeli kulib, yeli yig'lab turib qolganim. Pensiyaga chiqqandan keyin maktab berib, bolalarning nemishqa savodi to'liq chiqmaydi. Savodi chiqmagan bolalarni menga yig'ib beringlar. Bir pun haq olmay 2 oyda savodni chiqarib beraman deb talab qilganlarim. Mudirlarning hayron bo'lib, og'zim qarab qolganlari. 16-bob 8 ayning uzun kunlari erinchaklik bilan o'tmoqda. Havo yana shundoq issiq. Oftobni to'sish uchun yotoq uyimning qalin pardasini hem yepib, aram elish uchun yotdim. Mas'ud bilan Lola allaqachon tushlik uyquga ketdi. Zalmu, qo'rumu, hatto butkul shaharmu teptinish, xuddi ham odam tanq uyquga ketganday. Faqatla aslanchaq karvat ostidan tepib olgan bir kallak yung yepni cho'rgiltib shumaqchi bo'lib yuratdi. Men uchi chiqib qolgan o'tmish aslimlarimni yo'q, o'zimni chuvish halakchiligimda. Ammo bu chuvilish ancha oson ish emas. Sen yillar to'nilida o'tmishga qarab manqiningda qorong'ulikda chaqnab ko'z qisishib turgan sonsiz yulduzni sayr qilib qolmay, og'izni yo'g'an ichib qo'yindek pir qarab yiqillashganligi mavjudotni dam tartib ketadigan qorong'u o'ngirlarga yo'liqsan. Sen uning oldidan o'tmay turolmaysan. Uningga yiqillashdingmi, qandoq tortilib ketganligini bilmaysan. U yerda sen o'zingni cho'g'ilganligingni sezsan. Hayotingdagi eng qabohatli daqiqalar, kunlar, oylar, yillarni yana bir qatim beshingdan o'tkazsan. Yurak so'qishlaring eng yuqori chekka yetadi. Nafsing bo'g'iladi. Qon tomirlaring ko'pidi. Bu bakma azobli jarayon. Ammo uningdan qochib qutulish mumkin emas. Insonning buguniga o'tmish aslamalari va kelgusining andishlari yo'g'rilib ketgan bo'ladi. 1966 yilning bahor faslida kishilar ko'nglini bir xil tinchsizlik andiktirilib turadi. Tajribali kishilar gazetlar va radio xabarlaridan cho'ng bir harakatning shapsini sezib olishgan edi. Iyun 5-da markazning proletariat madaniyat zo'r inqilobi ilib berish to'g'risidagi 16-may o'qtirilishi e'lon qilindi. 20-iyun maktabimizda proletariat madaniyat zo'r inqilob boshlanganlik munosabati bilan inqilobni oxirgacha ilib berish qasamyat yig'ini ochildi. Sinflar oldidagi cho'ng maydonga haybatlik yig'in sahnasi yasalgan bo'lib, sahnada nahiya maktab rahbarlari surli qiyofatda qatorlashib o'tirishadi. Sinf ishxonalarining tomlari sahnaning oldi-kayni daraxtlarga chaplangan shuar plakatlar hamma yerni qip-qizil bo'yagan edi. Maydonning bir tarafiga qo'yilgan uzun qisqa o'rindiqlarda o'qituvchi ish xizmatchilar o'ldirishgan, o'quvchilar ostiga kesib, biror parcha g'ish qo'yib yoki to'piliq yerda o'ldirishadi. O'qituvchilar chandurmag'ini bilan chiroylardan g'angirash, dakki-dukki chiqib turadi. Tarixda misli ko'rilmagan yana bir qatimliq inqilob boshlandi degandek, yana bir turkum odam tortib chiqarildi degandek. Tarixdan buyon qaysi harakatda bir o'chimlarni falokat bosmagan, ilgari tarkibiy yuqurlarga, tarixida masli borlarga, vijdoni qaynab ancha-muncha so'zlab qo'yganlarga, iqtisodiy jihatda nafsni yig'ilmaganlarga, chet el bilan bir bog'lanishi borlarga kelgan. Bu qatim asl inqilobchi, shijuvchichi, burjuaziya ilm nupuzliqlari, jamiyat dashqonlari,
jin shaytonlar deyilyotidi. Qaraganda kimga kiydirsa bo'ladigan qalpoqlarda qiladi. Ammo mening ishlarimni xizmat gruppasidagilar texi yaqinda tekshirib xulos chiqarib bo'lgan. Kelgulik mangla kelavermas deb o'zimni avundirmoqchiman bo'laman. Xiyol surib o'tirib, ko'zim oldin qaratda ishonch bilan qadini tik tutib o'tirgan Egenberdi muallimga tushdi. Ko'ngli nimalarni o'ylayotgandekin, u adabiyot o'qitish guruhining mas'uli ham viloyat havasida xeyli ta'siri bor shoir. Ilgirki harakatlarda u o'ziga kira qo'ndirmay kelgan. Uni putlamoqchi bo'lganlarmi uning partiya va bahor haqida yozgan she'rlaridan yoki o'qitish metodidan nuqson topolmay uni mayliga qo'yib uning ustiga uning bir ko'k nomrod oilasining bolasi ekanligini hamma odam biladi. O'tmishda aslash yig'inlarida u doim oilasining ozodlikdan burungi ichinishli tarixini nihoyat ta'sirli qilib so'zlaydi. Ko'zi ish qilib anglab o'tirganlarni yig'itib etadi. Shunday bo'lsa-mu, yana ba'zilar uni yaxshi ko'rmaydi. Uning kelishgan qaddi qomati, mag'rurona yurishtirishlari, orqasidan chiqib turadigan rost yolg'onni hech kim bilmaydigan kus paranglar va ularning o'chmani qilish uchun yetib oshadi. U shuncha tirishib ishlasimi, siyosiy o'qishlarda hammadan aktiv fikr bersimi, ta'tillarda o'qituvchilar kurslarda dars o'tib, maktabga shon-sharaf keltirsimi, biror qatim ilg'or so'lina baxmaydi. Ammo u yana ratli kiyinib, sochlarini maylab, xo'shal-xo'rab yuraydi. Chiroyli ayol o'qituvchilarni ko'rsa, echilib, yeyilib, mung'lashib ketadi. Egenberdi muallim ikkimiz ba'zi taraflarda bak chiqishimiz, gapimiz doim bir yerdan chiqadi. Ammo ba'zi taraflarda o't bilan suvdek bir yer kelolmaymiz. Shunga bir-birimizni hurmat qilishimiz yo'q, bir-birimizdan yiroq yurimiz. Yana Abu Risolat xonim, Tursun muallimlarchi, ular nimani o'ylayotgandi? Yig'in boshqaruvchi yig'inning boshlanganligini e'lon qildi. Gumburlagan taqdim vaqti sadosi, chavak alqış sadosilar yangrab, egiz teraklarning uchiga qo'nib olgan qag'illarni urkitib etdi. Maktab o'tirganlar cho'chib ketishdi. Alqış sadolari ichida rahbarlar so'zga chiqib, safarbarlik dokladi berdi va maktabimizning madaniy sur inqilobida rahbarlik qilish xizmat guruhi a'zolarining ismini e'lon qildi. A'zolarning ko'p qismi Noillik xalq hukumati va ma'rif idorasidan kelgan kadrlar bo'lib, bizning maktabdan mudirlarning orqasida yuradigan bir necha aktiv bor ekan. Rahbarlarning tantanlik so'zidan keyin yig'in boshqaruvchi o'tirg'i chiqib omaning pash qilishi, rahbarlikning tasdiqlashi bilan maktabimizdan birinchi turkum tortib chiqarilgan aksiyatchi, shijujunchi unsurlar, burja ilm nopuzliqlari qariyib, gizanda daşqal, jin shaytonlarni e'lon qilishga boshladi. Yuragim bir narsani sezgandek egiz pas so'qib ketib o'tadi. Yig'in boshqaruvchi yuqori ovozda burja ilm nopuzligi, burjaziyaning qora ipi, aksiyanchi shoir Egenberdi Oyub sahnaga chiqsin deb to'ladi. Bu gapni anqarib bo'lguncha quloq tubimda bomba portlagandak yana bir sado yangradi. Shi Jingjungchi burja ilm nopuzligi sinipi yot unsur jahil gizanda hariya abay sahnaga chiqsin. Xudimni yo'qotib qo'ygandek bir holatda sahnaga tortib chiqarildim. Mening keynimdan Ahud, Arhamat, Risolat xonim, Abdulla muallim, Tursun muallim, bir qism cho'ng yosh muallimlar tortib chiqarildi. Shuar varqirash jarqilashlar ichida sinipi yot unsur Masud Mahmud sahnaga chiq degan ovoz angladim. Masud boshqalarning tang qo'l tekkizishiga yo'l qo'ymay sahnaga tez-tez menib chiqib, sapning oxiriga tizildi. Ang oxirida Kon aksil inqilobchi Gizanda Wang Jianlong o'tirg'i chiq degan ovoz bilan tang beshimni ko'tarib qarasam, Oysha Hadining eri Wang Laoshi Yunus muallim sahnada tarafga qarab oldirmay kelib etibdi. Daqidum baq sho'r sadolari yana bir qatim avjiga chiqdi. Yo'qolsin burja ilm nopuzliqlari, yo'qolsin sinipi dushmanlar, yo'qolsin aksil inqilobchi, shijinjuchi unsurlar. İçimde sanab baqsam, tortib chiqarilganlar o'yat odam ekanmiz. Demak, sebimiz xeyli keng ekan, ko'pning qatorida ekanmiz. Nima ko'rsak, tan ko'rarmiz deb o'ylab,
az to'la tasalli topgandek bo'ldim. Lekin texi yeshig'i tushmagan o'g'limni vaqtida emitolmaydigan bo'ldim deb ko'nglim yerim bo'ldi. Yengiga qizil belgi taqagan ikki qizil qo'g'dug'ichi kichik Batur meni silkib tortib, maydam va dumbamga sho'r yezilgan qog'ozlarni chopladi. Qarsam boshqalar chaplag'il turibdi. Beshimizga karton qog'oz yasab tayyorlangan uzun qalpoqlar kiydirildi. Shu holimiz bilan ko'pchilikning oldida metr qilmaslikka tirishib, issiqdan tarlab beshim pishqinimizcha har birimizning jinoiy qilmishlari pash qilingan va tanqid qilingan maqolalarni angladik. O'qilayotgan bir maqolda Egambarda muallimning partiyam degan she'ri Egambardaning orzusidagi aksiyatchi partiya madiylangan deb bahor nomli she'ri hozirgi jamiyatimizni zimmiston qishga o'xshatib, o'z orzusidagi bahorning kelishiga tashna bo'lgan deb Avud muallimning maslikda bir peshon bilan yer sharning o'rnidan qo'zg'aytirlayman degan gepi sosialistik tuzumga bo'lgan o'chmalikni ifodalashi deb tahlil qilinganligini hayron qolgan va qo'rqqan holda angladim. Uning o'ylabla aksiyatchi ilm nopuzligi hariya abay hamma yerda kompartiya odam emas deb davrang silib qolmay partiya rahbarligi bilan qarshilashgan va uni inkor qilmoqchi bo'lgan degan tahlillar quloq tuynida jarangladi. Men rostla shundoq degandiman. Bir ikki odam partiyaga vakillik qilolmaydi degan emasmidim. Qo'rqinchdan qallim qalayim qilishib ketyotdi. Men rostla nimaning xato, nimaning to'g'ri ekanligini ayrila olmagudek holga tushib qoldim. Yig'in oyoqlashgandan keyin aktivlar bilan qizil qo'g'dug'ichi kichik Baturlar bizni oldiga silib maktab ichida sasoi qildi. Menga kiydirilgan qalpoq usul ham tar bo'lganlikdan hadisa beshimdan tushib ketadi. Qasdan tushirvatdi demisin deb gavdamni medirlatmay haykaldek mengishga majbur bo'ldim. Qiyomatimni ko'rganlar o'zini tutolmay kulishib ketadi. Ularning kulishganiga qarab texim xo'rliqim keladi. Mushukka uy chashqanga qiyin degan tushida. Ana shunda qiyin bir holatga ketib o'tib, oldi tarafimizdagi tomosha ko'rib turgan odamlar to'pi ichida chiroy tamdek tatirib ketgan Ayşe Adining ansiz ko'zlarini ko'rib qoldim. Sepimiz yaqinlab barg'icha to'plashib turganlar ikki tarafga ayrilib bizga yo'l beradi. Ammo Ayşe Ada qo'rqindan nima qilarini bilmay joyida ketib turib qolgan edi. Qizil yang belgilar qo'pollik bilan uni yo'lning chetiga itarganda men uning yiqilib tushganini ko'rdim. Ammo orqamga qaray olmadim. Keyin Ayşe Adining deb berishicha shu chaqda u eshik oldidagi yozliq uchiqida bir qozon yog'ni tushtirayotgan ekan. Yiqili yerda anglayotgan sho'r daq-dumbaq ovozlarni anglab yugurib qo'rqdan chiqibla meni keynimda turgan erni ko'rdi. Qo'rqindan titrab neri ketishni yo oldimizga kelishni bilolmay yo'lning o'tirisida turib qoldi. Qizil o'qituvchilar varqirishib, ittirib yiqitib atgandan keyinla xudini tepib, o'mlab qo'pib bir chetga qarab turibdi. Bir chaqda o'choqdagi yog'ni esiga elib, yugurib kirib qarsa, yoq o't ketgan ekan. U o'choqdagi o'tni ko'mmoqchi bo'lib, bir go'rjak uvoq ko'mirni go'rjak oldi-yu, o'choqqa emas, qozonga tashlabdi. Qozondagi o't texim ulg'ayib ketibdi. Ayşe Ada qo'rqib ketib, qozon yerga olmoqchi bo'ldi. Ammo qo'li kuyib ketganlikdan yerga tashlab etibdi. Qozon ikki parcha bo'lib ketibdi. Ayşe Ada bu ishlarni uzoq vaqtlar so'zlab yurgan edi. Har qatim tilga olsa, qo'rqqandek bo'lib, maydasini tutib oladi. Biz tartib chiqarilganlar 17 odam edik. 1970-yilgacha bu son kemaymay, avmay bir xil turdi. Shu yili Avud Arximit bilan Mas'ud bizning qatorimizdan chiqarib etilganlar bo'lsin, ularning o'rniga chet elda tuqquni bor Zo'ran bilan viloyatdan o'tkazib kelgan bir pishqadam tatar o'qituvchi qo'shildi. Zo'ranning aksi chet elda xeyli donliq shaxs bo'lsa kerak, uni doim saqchilar kelib so'roq qiladi. Zo'ranning aytib berishicha, ular uningdan akam bilan aloqalashib turamsizlar, qandoq aloqalashsizlar, nima deyishdinglar? U nima dedi deb so'raydi ekan. Zo'ran uzoq yillardan buyon xabarni ololmadik degan gapiga zot ishonmaydi ekan. Yana bir muallim ilgirki maktabda ishlayotgan mazgilida qandoqdir bir chet elga bog'langan tashkilotga qatnashgan deb gumon qilingan ekan.
Muallim bo'lsa, uni boshqalarning o'zi qilgan tuhmati deb ching turadi ekan. Afsuski, poklik hurmat qilinmaydigan, rost yolg'on ayrilmaydigan u davrlarda hech qanday odamning o'zini oqlash huquqi yo'q edi. Qalpoqlar hamma yerda uchib yuradi. Gunohsiz bir odamning ko'z yumib ochguncha eng og'ir gunohkorga aylanib qilishi odatdagi bir ahvol edi. Bir kuni qizil qo'g'duvchilar kirib, uyimizni aqtirishga boshladi. Ular shunchalik astoydil, inchiklik bilan aqtirdiki, jinoyatimizni isbotlaydigan bir material tepish uchun yerga yotqizilgan g'ishtlarni qo'murdi. O'choqdagi kulni, chilakdagi axlatlarni motlab ko'rishdi. Chamadon sanduqdagi kiyim-kechak, yig'ilgan yotgan ko'rpalarni chuvib, kitoblarni bir varaqlab ko'rishdi. Oxiri uydagi mavsum tanlanma asarlardan boshqa barliq kitobimizni harbaga besib chiqib ketdi. Maktab maydoniga sim tortib, Mas'ud ikimizning barliq surat, kiyim-kechaklarimizni, mening ish kiyimlarimni arg'amchiga yeyib sasoy qildi. Odatdagicha kostyum yubka yoki shim chiroyliroq ko'ylak, yepak ish kiyim, uzun paypoq, egiz boshliq to'play deganlar bizning burjuaziyacha turmush odatimizning paketi bo'ldi. Shu chaqda uchamda gulli kalta yang ko'nglim bor edi. Kurash qilib qolsam, chechimni esivilish misonda chechimni chin o'rib, egiz qilib tugib olgan edim. Ikki qizil qo'g'duvchim qiz meni oldiga selib, bozorga elib chiqib, shim oldirib, zo'rlab kiydirib qo'ydi. Odatdagi shimlar menga qisqa kelib qoladi. Amalsiz shimning oyiga boshqaroqni o'ylab kiyib yurdim. Ular bantiklab olgan chechimni tortib chuvib, beshimga taqilgan qisqush targ'oqlarni sundirib etishdi. Chechimni qaychi bilan egiz bas kesib, qirqim chash qilib qo'ymoqchi bo'lishdi. Chechimni qirqvatganiga chidamay, fursat tepib, orqa eshik bilan bir dehqonning uyiga kirib, mana amsa deb beshimni tushirgiziblatdim. Har qatim aynaga qarsam, ko'nglim bakmi yerim bo'ladi. O'ruqlab sarg'ayib ketgan chiroyim, chassiz turqum bilan to'limi ko'rimsizlashib ketgan edi. Mas'udning chochlarimdan ayrilib qolganimga chiday olmay qoldi. Mening qo'yib, uzun, qo'ng'ir chochlarim bakmi ko'rkam edi. Ikki o'rib qo'yvasammi, egiz o'rib bantikal olsammi, bak yarashatdi. Mas'ud bu chochlarimni chuvib, olqonlari orasiga elib silashni yaxshi ko'radi. Mana amdi ashu chochlarimdan ayollik sinatimdanmi ayrilib qolgan edim. Yana bir turib, amdi kurash qilinsam, esib oladigan chechimning bo'lmaganimi yaxshi bo'ldi deb o'z-o'zimga tasallimo berdim. Chunki isyonchilar bizni xohlagan chaqda olib chiqib kurash sazoyi qiladi. Chidab turg'usiz izoh ahonat, dushkallashlarilla emas, uchuq turishlar bizga har vaqt hamroh edi. Kurash qilayotganda beshimizni pastga besib turish yoki ushtumni ko'tarish uchun ular ko'pincha chechimizni qamoqlab tutib oladi. Bizning naqadar qiynalganligimiz hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Kurash sazoyi qilishlardan bo'shagan vaqtlarda maktab ichida yoki maktab dehqonchilik maydonida amgak qilardik. Keyin nahiya yo'lni yasash, nahilik nuqtaliq suv qurilish amgaklariga qatnashdik. Kichigimdan amgak qilib boqmagan tavin nazuqlardan bo'lmaganligim uchun ne amgakkim chilab ketdim. Faqat nahiyaning suv ambarini yasash amgakiga qatnashgan kunlarimni o'ylasam, hozirmi tenim cho'qildab, yuragim silib ketadi. Chunki u kunlar bir inson, bir ayol oson bardashlik berolmaydigan ig'ir jismoniy amgaklar ruhimda emas, jismimda o'chmas izlarni qoldirgan. U qahraton qish oylari edi. Dalanim sovuq shamli jondan o'tadi. Tog' bag'ridagi to'pudingda gurjak tutib turgan ikki er kishi haramizga to'pi usib beradi. Maktabdagilar Sanjasun 3 kishilik guruhda atishadigan Risolat, Zo'ran va men uchimiz eshak bo'lib harbaga qetilatdik. Bo'y egiz, qavliroq bo'lganligim uchun men o'tirda qetilatdim. Xeyli egiz ham uzun to'ngdan pastga tushgicha harba oldimizda o'zimiz orqada bo'lib qolatdik. Keynimizga har qancha dojib olsaqmi harba so'rab ketib, o'zimizni tutolmay yugurishga majbur bo'latdik. Yugurish toza pallaga chiqqanda xuddi harba bilan birga mullaq etib tushadiganday tuyulib, qo'rqinimizdan ko'zlarimiz aloq-chaloq bo'lib ketadi. Pastga tushganda
Кешкемізден бесіп тұрған иғыр арвыны сөрәп, бір аза арвыны алдығы өтіп маңатты. Су амбырының ені бір қишыға чыққыча арва бүтін иғырлығы білін бізні кейнімізге иттіратты. Ені арва бешігімізға өріліп түшідіғандек вәйім ішеді қалатты. Азырап өмедіп, қары тәргі чүмілетті. Тәрлеріміз бақтылық, чапалlarımızны өл қылып етәтті. Бірәр yerimden oldurup aram alsaq, zükamdaq qilishdan qo'rqib, aram almay ishlab beratdik. Mushundaq yugurib-yurib, kuniga 20-30 qitim to'p to'shiydiganligimiz uchun tushgacha qo'rsaqlarimiz ichib ko'krab ketadi. Shu kunlarda ishtahoyim shunchalik ichilib ketgandiki, atigandek choydala 3 zahirni ko'rmadim deb su qo'ytatdim. Erlar 5-6 ni yeydi. Oraliqdagi 1 kunlik, yarim kunlik dam ilishlarda uyga kelsam, Mas'ud menga uzoq qarab ketib, "Hadiya, sen kundan kunga o'zgarib ketyapsan" deydi. "Qanday o'zgaryapman?" deb hayron qolatdim. "O'zing sezyapsan mekin, mukchib mangadigan bo'lib qoldim. Mijozing qo'pollashib qoldi. Hamma odamga qattiq tegsan, men bilmayman emas, sening qilayotganing er kishilarga chiday olmaydigan ig'ir ish. İmkan bo'lsa, sening o'rinda berib, men ishlasam deyman. San ichim og'riydi. Lekin amal yo'q. Shundaqdan men ilgirki hadiyani yo'qotib qo'ymasam deyman." "Ha, madikar ayollarga o'xshab qaptimanmi? Ingishib maqdigan bo'lib qaptimanmi? At eshakning ishini qilayotgan odam ingishib, mukchib qolmamdi. Ko'zingga sat ko'rinib qolgan bo'lsam, chiroylig'ini deb olarsan" deb qiyaydim. Bir qitim kechada Mas'ud bilan bolalar uxlab qolganda kiyimimni silib, tamg'i issiqlik turgan yumaloq aynakdan badnimni ko'rmoqchi bo'ldim. Xuddi yunayotgan chog'larimdagidek qo'llarim bilan ko'ksimni tusib, turib aynakka yon tarafdan nazar soldim. Darisim tushib turgan ustdek oy yo'rqida yalang'och tenim ochiq ko'rinib turadi. Aynak igizda bo'lganligini mo'ram boshqacha keng, dumbam oldiga egilib qolgandek ko'rinib ketdi. Ikkilinib turib, qo'llarimni pastga tushirdim. Uzoqdan buyon lipti taqamagan ko'ksim ma'yus esilib turadi. Ballarimning agmi siziqi yo'qab, er kishining belida qo'pol, tuz ko'rinadigan bo'lib qolgan edi. Qalti ishtondan chiqib turgan pochoqlarimda kuchas sababidan ko'p qolgan ko'kish tomirlar agir-bigir bo'lib ko'rinadi. Bir jup putum xuddi gurjakdek keng va qo'pol. Ko'nglim yerim bo'lib, ichko'ngligimni darhol kiyib oldim. Yalang'och putlarim bilan sovuq yerni tasab o'tirib, ön chiqarmay yig'ladim. Tuzliq ko'z yoshlarim mangzimni ho'llab og'zimga yiqib kiradi. Yoki bo'ynimga u yerdan ishko'ngligimning maydasiga yiqib tushadi. Qachonlardadir orqamga anglab turgan so'z xo'rak ovozi to'xtab, Mas'ud kuchli qo'llari bilan meni tortib yeniga yotqizdi. Kichik bolani aldab aldab ko'z yoshlarini surtib chig'itlar yig'am esatashga o'zgardi. Men amalsizlikdan butkul dunyodan azar yeganligimdan so'zlab tugatgil bo'lmaydigan nurg'un sa'atdan yig'laydim. Mas'ud mo'ramni siylab turib, "Yig'lama Hadiya, mening ko'nglimda sen yanada go'zal. Tashqi ko'rinish vaqtliq, qalb go'zalligi mangulik. Sen mening mangulik hadiyarimsan" dedi. Uning mushundaq so'zlari men uchun g'oyat tasalli edi. Suv omiri qurilishidagi amgakdan qaytib kelgan kunim, ish o'rnida ishlatgan kigiz kechak yo'lqan ko'rpirlarimni oftobga yepib, amgakda kiygan kiyim-kechaklarimni yuyish uchun dasqichalab qo'yib, amdil o'ldirsam, eshik to'yida birsining qarsi ko'ringandek qildi. Odatda bizning bu jin shaytonlar oilasiga meni boshqaradigan isyonchi aktivlardan boshqalar kirmaydi. Kimdu deb tursam, xat tarqatquchi ayol eshik ochiqidan bir parcha xatni tashlab etibla o'tib ketdi. Singlimdan kelgan xat ekan. Xatni darhol ochdim. Xatda enimning vafot bo'lib ketganligini yozibdi. Xat yozilishicha, bu qitimki harakatda qarimayda o'qituvchilik qiladigan enim tartib chiqarilgan ekan.
uni isyonchilar maktabga solib qo'ygan ekan. Bir kuni o'qituvchilarning biri kirib, "Hey olim, sizlarni ko'chada sazo yiqiladi. Sana 1 metrlik uzun qalpoqdan birini yasab qo'ydi" debdi. Inimning bo'yi 1,92 m keladi. U bu gapni anglab, 1 metrlik qalpoqni kiyib 3 metr bo'lib stolba bilan tang mangdikanman-da deb kulib qo'yibdi. Aktivlar sirtdagi uyiga yig'ilib kulgi chaqchaq bilan qarta o'ynashga boshlabdi. Enim karvatiga o'zini tashlab birdan xiyol surib yotgandan keyin o'rnidan turib yendan qog'oz qalam chiqarib, qadrdon doimiz mavjudshi bizning bu yerda bo'layotgan ishlarni bilamdigansiz. Bizning bu yerda yaxshi odamlarga uvol qilinyotidi. Bizning hech qanday gunohimiz yo'q edi. Biz nima sababdan xizmat qilish, erkin yashash huquqimizni ayirib qolamiz? Nima uchun kurash, tanqid, sazo yiqilishlarga uchraymiz? Nima uchun? Zodi nima uchun? deb yesib, xatni chiroyli qatlab ustiga qo'yib qo'yibdi. Odatda o'quvchilarning chechini ilib qo'yish uchun doim endi saqlaydigan usturi bilan bo'yin to'mirini kesib, karvatga yiqilibdi. Uning bo'ynidan etilib chiqqan qon yotgan ko'rpalarga tamg'a chachirab, hamma narsani qizilga bo'yabdi. Qarovullar sirtqi uyga yig'ilib, qarta o'ynayotgan ekan. Eshik ochiqidan anglab turgan varang-churung kulgi chaqchaq ichida enim bu dunyo bilan xo'shlashibdi. Enim o'rganishga intiladigan kitob xumar, oq ko'ngil yigit edi. U ota-ona urug' tuqqanlarga emas, o'quvchilarga ham kuyinadi. Qiyinchilik bor bolalarga yordam qilib turadi. Acaba uning boshqalardek o'ynab yurmay, o'rganishga berilgani, kitob o'qig'ini gunohmi? Enimning ko'nglini men shunchalik tushunardim. Chunki ikkimizning mijozimiz o'xshab ketadi. Men uningdek berilib o'rgandim. Kitob o'qishni yaxshi ko'ratdim. U xizmatiga borlig'im beg'ishlagan edi. Amaldorlarning orqasidan palaqlab yurishga vaqtim yo'q edi. Shuning uchunla men gunohkor bo'lib qoldim. Iza ahonat, xo'rlik chekidan ishib, dunyo ko'zimga do'zax bo'lib ko'ringan chaqlarda men o'lib qutulishni o'ylagan. Bir qitim qizimning chechini silab turib, "Qizim, men yiroq bir yerga ketaman. Qaytib kelmasam, ukangga obdan qara. Ikkinglar dadanglarning gapini anglanglar. Yomon mollar bilan o'ynamanglar" degan edim. Qizim xuddi bir ishni sezgandek meni mahkam quchoqlab olib, "Yo'q opa, sen hech yerga ketma. Kelsang bizni ilib ket" deb yig'lab turib olgan. Quchqumdagi o'g'limmi qarqarab yig'lab ketgan. Bolarim meni bu yo'ldan qaytargan. "Ah, mening aqlli, dilkash inim. Sen menga shunchalik kuyunatding. Ko'nglimning yerinligini ko'zimga qarab bilib olatding. Doim mendan ansirayding. Men oxirgi ketim yurt qaytganda men bilan paranglashmoqchi, menga yurak so'zlaringni aytib bermoqchi bo'lgan edim. Ammo men aqlsiz, ochang, oldirabli ketib qoldim. 1-2 kun kechikib mangan bo'lsam, ko'nglimdagi gaplaringni anglab, qiyndoshlik qalbim bilan sana mehr va ishonch ato qilgan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi, ha? Isit. Shuni qilolmadim. Bu dunyoning buncha vafosizligini o'ylab yetolmadim. Ah, men vafodor ukam, aqlsiz ochangni kechirarsammi? Men inim uchun hazo ichib, varqirab, yig'ilolmaydim. 4 odamni chaqirib Qur'on o'qitolmaydim. Faqat buruqtirma bo'lib, unsiz yig'lab, ichimdan tugishib ketgan edim. Assalomu sevimli qarindoshlarim, bugungi roman o'qishligi mishada oxirlashdi. Davomiga davomli diqqat bergaysizlar. Hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Rahmat.